Bize yürüyün dediniz yurtdan. Burası ben söylepotganim qanchalik o'zingda. Burası 22 ga oling siz olib ketib foyda qilingmi? Bozorda turgan. Qaysi biri savdo? Hech bir 21 million qancha qo'ydik? Bozor turgan. Yana bir yarim üstü dediniz, bana üstü bu. Üstü aka üstü emas. Mana unga 22 da sizga beraman. Ya bana o'shaning uchun bu bola bermasa men olmay keturaman. O'zi bu bola hozir 100 ming 200 ming joy tengsiz qilmoqchiman-ki. O'zingiz bo'l ustiga yuring dedingiz, mana yurdim. Endi aka unaqa 100 ming bo'lmaydi. Qo'sh so'rang aka. Ya siz qarang, hozir men siz bilan bu yerda sport qilmoqchi emasman. Yo'q, bo'ldi, men tushuntirdim. Yurdi ya, yurdi. Yo'q, yuring. Mana qarovatda qayta. Yo'q, aka. Odam buni sotadi ekan deyapti. Siz sanagan odamga soturing. Sabati bor. Bu bolalar bozorda endi ya men qo'shursam ziyon qilmaydi-mi? Xudo xohlasa. Qo'lingizni ko'ring. Qo'lim yengil aka. Soting. Oramiz ko'pmas ekan. Bu siylo beraman deb 600 so'm. Bu 100 ming yo 200 ming oramizda qoldi. Askara qo'shimni oling. Ha, Islomboy, oramizda yo 100 ming yo 200 ming qoldi. O'shaning uchun berib unga qarab o'tirmaylik. Kerak bor. Alloh yetsin. O'sha pullar bor-ku, 25 ming ishingizni bitiring, men duo qilaman. Ya. Hozir buni O'shanga bo'ladi. 22 millionga sotsangiz ham, 22 millionga sotsangiz ham baribir yetmas ekan. Xudo baraka bersin. Musulmon kishi baraka ko'rmaydi. Men maqsad sizdan pul olishmi? Bering, men ozgina foydalaning. Meni 600 bo'ldi. O'shan top-toza pul oladi. Ha, patta satda mixtib ketmaydi. Bersiz unda so'zingiz bo'lmay qoldi. Ya bozorda endi men bilganim shu usti deganda ozgina yuriladi qoldi. Oramizda 200 ming pul qoldi. Shunga qarashmaydi. 21 million 500 mingdan ustiga yuring, sotaman dedi. Yurdim. Nech pul berdingiz? Nima deysiz? Ya endi bu boshqatdan 100 minglik qolibdi